Voy, haligi nima qilib tashladingiz buni? Hammasini chochib. Men chochmagan, xudo xolisi, faqat korpus qolyapti. Buni nima qilasiz chochib? Nima bo'ldi bunga shunchalik? Ana iskra yo'q. Iskrani har balosini ko'rdim. Rele, balo, battar, zaradka rele. Xatlarni chochmoqchisiz endi. Bu qachongacha davom qiladi endi? Aybi topildi, xudo xolisi. Aybi mana Nima shu degan endi? steker mana shu singani sababli bobinaga tok o'tmagan. Mash stiker uchun mash oldilarni ham chochib tashladingizmi? Sabab shu bo'ldi endi. Nima qilamiz? Endi xudo xolisi hozir zavat qilamiz. Endi bittada zavat bo'lishi kerak, xudo xolisi. Endi bularni boshqatdan terasizmi endi oldilarni? Endi yig'amiz endi, nima qilamiz? Bitta mash stiker uchun hammasini chochib tashladingizmi? Bitta mana shu narsa steker singani sababli endi bu yerda xayoliga kelmagan narsa-da bu. Bu steker sinishi mumkin deb. Endi nima qilamiz? Boshqa tushgan ko'z ko'rar.